Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımlık uçuk söhbet programımızı görüşünlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Hürmetli televizyon görüşler, bugün stüdyomuzga bundan burunma bir qancha katımlık söhbet programımızga teklif kılıp birge söhbet kılgan özü Şivsiyada yaşayotgan hürmetli Uygur ziyalisi, jurnalist Nebican Aylan teklif kıldık. Hürmetli vaktin çıkıp kepegeli için köp rahmet etdiniz. Rahmet. Bugünkü söhbetimizdeki mavzusu bolsa şu hazırkı, şu ahırkı aylarda Xitay tecavüzçilerinki şu chet eldeki bulup mu Türkiye'deki köp sanlıqa yığılgan şu Uygurlarınki şu Uygurların qandaq endişigi seliş, bularni sarasimiga seliş, bularni har xil jihatdan shundaq har xil ularning qalbiga shubhalarni bir xil xotirjamsizlikni selish faoliyatlar elib beryotdi. Bunun keyindemde bunu her xil şekillerde ifadeleş mümkün axbaratlı olsun ve ahırkı şu Türkiye'ninki Xitay bilen yıkılışış siyasetlerinki günden günge axbaratlarda köplep çıkışı münasebetlerinin görünüşten hazır hiç olmasa yıkılışıp atkanlığı hem uçur alaqı vasıtırda olsun Xitayla hadep özündeki adamlarını selip nurgulluğun qalayımqan uçur taqtışı arqalıq bunu mu yani küçep elip beriyotidi. Şu mazmunlar etrafında to'xtalib o'tsak inşallah bugün bunun keyinide şu Türkiye'deki Uygurlar endişe seliş planında Xitay nimelerni maqsad qilmoqchi, qandaq şekillerni qo'llanib turib bu faaliyetlerini elip beriyotidi. Hem Uygurların bu yerdeki mesela ictimai uçur alaqı vasıtırda olsun her xil inkaslar qarasak elbette bunun ma'lum ta'siriga uchurganligi ma'lum bo'lib ko'rinib turadi buniki. Bununla biz qandaq ta'sir ko'rsatish kerak, qandaq raddiya berish faoliyatlari qilish kerak degandek mush mazmunlar to'xtalib o'tsak, siz shu oxirgi Turkiyaninki Xitoy bilan yiqilishda keyin ko'rilayotgan va Xitoyninki elib berayotgan faoliyatlari Turkiyadagi siz mu xil uzun bilan Turkiyada yashayapsiz. Bunu yakından közüp kilovatsız mayli yazgan nimeleriniz olsun. Bu şahti bir göz karışını alayıp baksak. Buldu rahmet, buldu bilen Allah'a. Rahmet ettim. Şu düşenmeden başlap yani 21 yanvar günü yani Şafak gazetinin Torbet sayfasında Abdülkadir Yapcan'ın Çin'e Xitayga qaytırıldı degan servelik bir maqalı çıktı. Bu maqalı çıkandikin bununla taraf-tarafdan mayli Facebook olsun, mayli başka yerden olsun her xil uçuraslarda bulup mu Uygurlardan her xil şekilde inkaslar qaytkan buldu. Bunun yanında derhalda bizning şu teşkilat işlerine qilib beriyotgan qarindoshlarimiz bunu derhal tiyinib aniqlab bu xabarning manbasini nima uchun chiqarganlik to'g'riliq bir bayonot e'lon qilgan bo'ldi. Masalan bu Hidayatullah O'zxonajin bu nisbatan bir raddiya bergan bo'ldi. Demek bu maqolninki keyin qandaq shaklda aniq olmagan bir shaklda xalqni bir endişki sağan ijobiy emas balki selbiy ta'sir ilib kelganligini hammamiz bildik qanday. Xo'sh. Xabarlarda olsun, ayni tunganki WhatsApp uchurlarda olsun. Xalqimiz bunga nisbatan biraz norozilik oldu. Yani endişsi qaytadan qo'zg'algan bo'ldi. Bunu doğru düşünüş kıldı çünkü Abdülkadir Yapcan'ın hemimiz biliriz cemaat erbabı Türkiye'de kanunlu kalda özünün Xitay'ın tecavüzçülerinin Şarkı Türkistan'da halkımızı kılavatkan her bir iş hareketini nait iniq şekilde özünün Kur'an ve hadisike doğru astıdaki ideolojisi bilen bunu yoğurtup halklarımızga şunu anlatıyor. Hoş. Bunundan nurgun xalqlarımız nait ilhamlangan ve ruhlangan. Hem de Abdülkadir Yapcan'ın şu 20 yıllık hayatındaki bir ideolojinin nait toğırlığını biz şu Abdülkadir Yapcan tutulgandaki texim roşan şekilde bulduk. Çünkü Abdülkadir Yapcan ne dedi? Xitay tecavüzçüleri dep tanıma, Xitay tecavüzçüleri karşı durma, Şarkı Türkistan'da Xitay tecavüzçülerini qo'g'lab chiqarmoq uchun bizning ideologiyamiz qilib berdi. Bu ideologiya esasının hazırki mesela biz bu meyle Irak'taki şimdi uruşumuzun bileyli uruşunu, anandikin bu Şam'daki kılavatkan hareketlerimizin bileyli, qanday olmuşsun bu yerdeki bizning hareketlerimizin doğru olmaganlığını,
bizning hareketimizning belki Şarkı Türkistan'da bu hareketlerimizin şu yerde devamlaşsa, meyli parçalık hareket olsun, meyli Xitay'a karıştırış olsun, her kandak şekildeki emeli hareketlerimizden Şarkı Türkistan'da olsa, Şarkı Türkistan halkımızın asası gevde kılansa, bu işimizden hazırki vaziyetke, hazırki bizning xalqimizning ehtiyojiga cho nayt uygun ekanligini cho isbotlab berdi. Demak, ani keyin bu Xitoy buningdan andishlangan Xitoy tajovuzlar qanday qildi deganda, Abduqodir Yamchankamni cho yolg'on bo'xtonlarni Turkiya hukumatiga cho yo'llash orqali Abduqodir akamning ya'ni gap qilish, ya'ni fikr yurgizish, o'zining ko'z qarashini ifodalash nimasiga cho cheklama qo'yg'izdi. Yani Abduqodir akam vaqtli olsun cho nazarband astık elendi degan gap. Bu nazarband astık elenish bizga biraz ig'ir tuyulgan bo'lsa-mu, ama Xitoy bu orqali cho o'zining Abduqodir akamni cho o'ziga qarshi so'z va harakat cho sharkatdan cho to'sib qilishning cho oldini olmoqchi bo'ldi. Xo'sh. Endi şunu bilan birga anandikin har xil uchur vositalarida mayli Facebook'larda bo'lsin, o'zining tangirtaqchisi, qandaq o'zining jasuslari orqali pishni pasat Abduqodir Yamchanni bizni aytdik, biz tutdik, biz qildik, biz vatanga ekitimiz, biz uni unda qilib etimiz, bunda qilamiz degandek cho gaplarni taqchash cho ba'zi bir bu ishning tegini tushunmaydigan, bu ishni bilinmayotgan qarindoshlarimiz cho endishi veyimsilik cho Türkiye'nin ve bizge bir hatırcam ya emasligini, Türkiye hükümetinin çok xudu bizge bir yüzsüzlük qilib qoladigan-dek, xudu bizning hammamizni tag'aga solib olib beradigan-dek şekilde çok bir xil veyime xalqimizda bu tabiiy insonda bo'ladigan narsa, bu buluşqa başladı. Bunun için tutgan Xitoy tajovuzchilari bu mayli Facebook'da olsun, mayli WhatsApp uchurlarida olsun, mayli yoki bo'lmasa Türkiye'nin ba'zi bir kanalları arkalıkça Xitay press muhbirler yoki Xitayga ishlaydigan vasıtsız insanların qo'li bilan ba'zi bir uçurlarni tarqatib xalqimiz yani endişki silishga nima qildi. Endi 21-yanvardagi bu 21-stadiki bu nimaga nisbatan aytganda bu Xitoyning bu yani belki Xitoy deyimizmi yoki bo'lmasa ina qo'ymagan bir kishilarni o'zining bir buni o'zining siyosiy maqsadini ko'zlagandamda yoki boshqa bir o'zi bildigan maqsadlar shaklda bir masalan yaxshi niyatning yaxshi tadbir ilinmay o'tirishida bu hamda o'tirib chiqqan bir nimasi deb tushunsak bo'ladi. Ama qanday bo'lsin bu ijobiy ta'sirini bekrak bizga salbiy ta'sirini ko'proq olib keldi. Uning uchun bundaq narsalarga nisbatan bu Abduqodir akamning masalasini bizning İstanbul'da olsun, Türkiye'de olsun faaliyet qilayotgan siyosiy tashkilotlar buning uchun o'zining her xil şekildeki münasebetlik yollarını, her qilish usullarini tep bunu meyvatkan şekilde bunu da yani başqadan biz ularning teşviqatisiz, ularning ağızdan çıkmagan bazı bir söz söyleyecek, bazı bir gap söyleyecek bek işinip ketmey. Onunla bek beylikle oy mında olap gidem veyim basqızmay. Biraz özümüz şu kişilerge biz işengendikin, işinip şu vazifeni ulumu can pidalıqına elip biçirip atqandikin. Şu kişilerimizge işinip anandikin Türkiye hükümetimi biz onda qilmaydiganligi işimiz. Biz hazırki hükümetine olsun, hazırki partiyine olsun, hazırki iş birliklerine yaxshi tushungandikan, Türkiye'de mi bizdeki bundaq bir xavfning kamaydiganligini, onu Erkin Ekrem olsun, Erkin Ahmet olsun, ziyolilarimiz bunu eskertib o'tdi. Bunu yani bir yerde yani o eskertishning o'rni yo'q. Hamda demakchi Xitoy bir yerde mushu mayli uchur vositalari orqali xalqimizga nima qilmoqchi? Bunu eklenmeydi Abduqodir akamda. Eklenmeslik için yani xalqimizning bir yerde bir xil endişigi selish, bir xil Abduqodir akam meselesini ko'tarib chiqib yoki ba'zi bir nadan insonlarning qo'li bilan mayli hukumat qarshi gap so'z taqitish yoki bir harakatga mayli qamlashmagan bir namoyish olsun yoki boshqa bir ish harakat olsun buni qilib qo'yish uchun majburlash siz degandek shundaq shaklga bizni qistamoqchi. Ama şundak insanların birisi çıkıp bunda koysa hükümetinin ya komşu xalqning çok bizge bo'lgan çok bir xil ishonchni yistashlığını çok bunun etdaşlaşını nişan qilib atadi. Onun için biz bunun bunda uyullarga kirmasligimiz gerek. Abduqodir akamning Allohning izni bilan Allah xolisa hammamizning ishonchimiz komil, hammamiz shunday yaxshi
ümit tuturyapmiz. Allah xalisa, yani pat müddetde özünün erkinligiga erişishga hammamiz shuni teşnavyapmiz. Onun için xalqimiz bunun için bir salih duada qilib qo'ysa, ayliqi pishni basatqa yoki bo'lmasa bundaq ayliqi nima bo'lmaydigan ba'zi bir hattoki bu mayli Facebookda olsun, mayli WhatsAppda olsun, ba'zi bir iniq o'zining nimasi iniq bo'lmagan salayet iniq olmagan insanların bu doğruluk pişini takip atkallığı yani bizni bir aram kılıyor. Yani bu salayet iniq olmaganlık ki köpüreyken ama Xitay'ın casusu da bilim. Demiş ki degende hazır Xitay casus durumu bizden WhatsApp uçurtları arkalık. Sınır kırış arkalık çoğu Türkiye'nin numara veya ki başka yanın devletinin numaraları WhatsApp düşürüp bu arkalık çoğu yani bu yaygımız gücü sokunup kırıp bir yerde pişini pasat takip atkallığı bizge məlum oldu. Onun için halkımızga bunda pişini pasatlığa kulak sanmay şu kanunluk, nupusluk teşkilatlarımızdan ularning chiqargan, ularning degancha, ularning targ'ib qilgan ish bilancha, shularning so'z bilan mangsa, hargiz xatolashmaydi deb o'ylayman. Xo'sh. Endi ikkinchi tarafdan Turkiya Xitoy munosabatlari yiqilishi orqali hozir ko'ryapmiz aynan. Turkiya o'zining ehtiyojiga asosan Turkiya degan bir davlat o'zining manfaati, o'zining xalqining manfaati, o'zining davlatining manfaatini eng chiqish noktası qildi. Bu yerda Turkiyaning manfaati nuqul alda biz Uyg'urlar bo'lish uchun shunday bir his qilayotgan qarindoshlarimiz his qiladi. Hammasi deydiki, "Oy, Turkiya Rossiya bilan yaqinlashib ketdi, Turkiya Xitoy bilan yaqinlashib ketdi. O bizim davlat qolamiz." Yo'q, unda ish yo'q. Turkiya o'zining hozirgi strategik siyosiy, mayli tashqi jihatdan bo'lsin, mayli ichki jihatdan bo'lsin, o'zimiz ko'ryapmiz Turkiyaning har qaysi jihatlarida siyosiy krizis tufayli, mayli Yevropa bilan bo'lsin, mayli Amerika bilan bo'lsin, mayli davlatning ichki siyosiy krizislar tufayli Turkiya har xil shaklda bir o'ziga muvaffaq holatda buni hal qilishning chorasini izlayapti. Xo'sh. Bunda vaqtda Erkin Ekrem dedi Xitoy Turkiya Xitoy munosabatlarini qanday sharhlab berdi. Endi ular degan bir bizning olimlarimiz ham strategiya mutaxassis ular bizdan yaxshi sharhlab berdi. Demak, o'g'lim men zag'ir turda xalqimizga ham mushundaq bir olimlarimizning qilib bergan so'zlarini uni tushunishimiz kerak. Nuqul oldi o'zimizni ham qilsak kelgan hissiyotimiz, tushunchimiz bo'yicha oy bundoqlar bitan deb üstlerini mushlab o'zimiz xapalab o'zimiz chechilib bika Türkiye'nin ağırınıp yoki ondan bundan ağırınıp tüysek vaqtida to'g'ri olmaydi deb qarayman. Şoňaşqa näýe soğuqqanlyk bilen özümüz toxtap turan bir Türkiye hökümeti şahsen Türk Uygurlarla bir nim qilmadi. Bu yerda jiq kelsak bir 50-60 ming Uygur yaşaýatymyz endi. Iniq şekilde onda olgan diken Türkiye fakat Uygurlarning menfaati uchun nima qilmaydi. O'zining davlat menfaati va o'zining davlat siyosati va onun uchun mayli Xitoy bilan tijorat jihati bo'lsin, mayli diplomatiya jihati bo'lsin, mayli u jihat ishbirligi o'zining shakliga yarasha ilib bordi. Rossiya bilan bo'lsin shundaq. Ammo bu yerda Xitoy bilan bo'lgandan keyin cho'qim Uyg'urni ko'zir qiladi yoki bo'lmasa Uyg'urni qurbon qiladi deydigan u nima bo'lmasin bizda. Ben şuna da oylayman. Çünkü Türkiye'nin hazırki bu hükümet yürgüzüvatkallar biz Müslüman halk dep bilemiz. Müslüman hükümet dep bilemiz. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın her daim mezlumның yanında mezlumның tarafı tutup mezlumның tarafını elip turup gap kılıvatkallığını biz bilemiz. Bizlergim Uygur Türklerine nispeten mi şundaq histaşlık kılıvatkallığını hemimiz şahit olup duruldu. Onda boğan iken onun hiç qanday qılmaylam özümüzün hissiyatıga, özümüzün hayajыныga taýynaplan aqty kökte dep belki düşenmeydigan gap sözlerden çoğu özümüzni sal ayısak deyman. Çünkü bu gap sözlerimizden muçu eğer hatalap qalsa bunun Allah'ın aldıda cezasını nimisini verimiz için sorğunu verimiz, cevabını verimiz. Onun için her men qarindaşlarımdan şunu tavsiye qıldığım bolsa her gap sözlerge diqqat qılıp bir onun bir aqıbetini düşünüp yaxşırak şekilde menda gap qılsa dep oylayman. O birisi hem de Türkiye Xitoy munosabatlarida mesela energiya nimesi var, her xil soda ticaretdeki nimesi var, münasebeti var. Türkiye'nin nurgun nesini Erkin Ekrem degende Xitoydan aladigan narsalar var. Mesela energiya olsun, meyli texnikasi olsun, bazı jihatdagi kelishimlar olsun. Her jihatdagi de Türkiye'nin ihtiyacı var. Doğru. Türkiye en azan şekilde en çok muvaffaq şekilde ular bilan bu ticaret nimasini qilish kerak. Onun için Türkiye'nin o nuqul alda o ticaret munosabatlarini hammani biz ona apırıp Uygurning meselesiga bir taqib alsak vaqt olmaydi. O devletler aramı her meselede üzü güçlük şu meselelerni çoğu
hal qilib mağdı deb o'ylayman. Üçüncüsü hem de ijtimoiy uchur vositalarga pishti pasat tarqatish andish qo'llash. Xitoy tajovuzlarining yana bir bizga qilayotgani, abiyami deb ketdim, mayli WhatsApp bo'lsin, mayli Facebook bo'lsin, bu şekilde bizga pishti pasat bizga andish qilish, masalan, Tangirtog ishtisi bo'lsin, ya'ni bir 4-5ninkini bizning Facebookda Harambog Fatisi degan bir qarindishimiz bu Xitoyning josuslarining hammini delil ispat bilen yani telefonda çıkan vakti, nereden çıkan, o'rni qatorliqlarni hemen aşkarlab etdi. Aşkarlab etgandan keyin bu Xitoyning josuslari bu balaga hujum qildi. Hujum qilib uningga ayrim tahdidlarni yozdi. O bala tahdid yozgan xatlarning hammani Facebookda e'lon qilib etdi. Yani uningga uning urug' tuqqanlarga nima keldiganligini, tadbir qo'llanganligini, o'ttirdiganligini, uni o'ttirdiganligini, uning Turkiyadagi josuslar orqali uni ziyonkashlik qilganligi to'g'riliq bir xil vahim silib şekildeki narsalarni e'lon qildi. Degan deganda biz ashunda Xitoyning josuslarini, ashunda pishti pasat taqtivatganlarni to'rda oshkorlab etgandan keyin Xitoy buningga bardashlik berolmaylarcha, uningga nisbatan tahdid yoki bo'lmasa har xil shakldagi uning obrazini xunuklaştirdigan, hattoki yaqin o'balning nimasini cheklab etdi. Azi qilib o'balning burunqi Facebook adresini to'xtatib etdi. Demak nima deganda ashunda qiladi. Ayda bizning yaxshi buni biladigan nim qarindoshlarimizningki nimasini to'xtatib yutadi, az qilish orqali anandan keyinchi ularga tahdid soladi. Anandagi hozirgi WhatsApp'larimizga misol shuncha valla Uyg'ur men nimishqa taqalmaydigan qayraman shu josuslik turbatlarning. Aminat nurg'un Facebook ishlatuvchilar shikoyatni besiversam va ichidagi taqdir qandasiniki tahdid ichida o'z ichiga oldiganlik bu degandek. Mesela Facebook'un sayfasına maşına qiliversa, bular mesela necha kun davom qilmaydi deb o'ylayman. Chunki nurg'unlagan Uyg'urlashildi Facebookni. To'g'ri. Necha ming yerdan unda bir xil nurg'unlar taq uning ichiga qo'shilib olibdi qarasak. Uning kelgan do'stlarniki tizimligiga qarasangiz nurg'un odamlar bor edi. Shu ajnasi fikrlarni taqdim insonlarning sayfalarining ichida. Buni her köygende asli müşahidim bir çağrı kılış gerektir bunu. Elbette. Hiçbir teşvikatını elip baramaydı o yerde şu şikayetli kılıyorsa toxtuş dedik ya bunu. Elbette. Onun da biz bir yana Facebook'ta mı teşkil edip bir gruplarını teşkillep bu arkalık başında neslerge zerb veriş, kolektif şekilde zerb verişimizini kıldık. Ama Xitayning mı bu cihette üzümü dep koygan yeri var. Aşı casusniki, Tangirtog işçisi deganiki. Meni birini o'chirib etgan bilan men yana necha şekilde yana oturup çıkalayım. Çünkü bazılarıyla bizden bazı adamlarımızda dostluk nimesi koşarlık üzerine depçi. Çünkü bunlarda her xil qızlıvallarının baş sürtü arkalı, normal adamlarının baş sürtü arkalı bu kırvagan. Hem de çünkü bu yerde Şarkı Türkistan oylap bakın 300 milyondan artık tosaqsı. 300 milyondan artık tosaqsı olurken her bir şehirninkide, her bir nahiyenikide, her bir onunki hazırki gonşu eteretlerine uçup kettim ki deyim. Aşınınkide her birisi hazırmış kompüterini bildiğin mesela kompüterini okuş bittiğin o yakta tutulsun kompüterini bildiğin ançımcı savadı var balının hemen çoğu bu şekilde jığılıp durup onlara maaş 3 mandan 5 mandan beri bitilip bu bana şey işiltibat kaldığı bize haber vardı. Ulan hemmesi nime degende şu torun nazarda qilib 8 saat xizmeti nima düşünüyoruz şu tordaki nimani ko'rib onunla inkas ediş onunla nima qilish onun vazifasi o'zi güçlü şu şekilde ilip berib atgan. Hem de bir yerde bularni biz üçürep bulamaymiz. Abim siz degandek bularga hemmesiga qarshi turish hem de bularni farqlantirishimiz kerak. Bu nima da'vatidir ma qarshimizdagi odamcho? Bu qaysi usulda gap qilyapti-da? Onun gibini düşünüp onunla nispeten de doğru tahlil qilib inkas edişimiz kerak. Onun xata taqatgan narsigimi to'g'ri bilib bu deb endişelab ketsak, qo'rqib ketsak o'qitdim biz. Hozir ular fikr taqtishdan boshqa inkasliga qadar kiribchi. Chunki ularning abiyamidagi 300 ming odam bo'lganda 300 ming odam degan u bilib kelsa, o jixshilab ketdi u. Ha, bizning to'g'rida jig'ib kelsak 10 ming odam bormaymiz Facebookda Uyg'urlarning jo'g'lanmasicha. Demak nima deganda u nisbatlaştırırsanız endi bu jixsan bu. Şuna hamda mushuningga nisbatan xalqimizda bir narsa tushuncha bo'lish kerak. Ma taqdivatgan mazmun nima? Buni men inkas yazandim yoki buni qarshi inkas yazandim yoki buni to'liqladim. Hattoki uningga yuzi taqdi bo'g'ila. Yuzi uningdan keyin uningga qilaqa nima? Qilaqa bizcha inkas yozib, uningdan keyin yana birisi uningga paslashib, uningdan keyin o yerda g'alvalavasini ketib boshqa bilmaydigan qarindoshlarimiz uning ichiga kirib qilib degan o'xshashchi. Bu şekilde mutlaqo aslında inkas yozish ham loyiq emas aslında. Albatta uni zodi parvo qilmasligimiz kerak-chi. Yoki ham siz degandek pash qilish nimasini? Pash qilishni emas, shikoyatni emas. Shikoyat nimasini besib tiplam.
Özümüzün başka işimizni kılıversak bo'ladi. Ama onun işe kirip kalsak birisiga vaqtimiz ziyan, yani birisiga cho elaqqa axlatlardan bizga cho zarar yetib qoladi. Onun için unda vaqtimizni o yerga israf qilmay bizning chetlik vaqtimizda biz yaxshi nurg'un ishlarni qilishimiz kerak. Hamda WhatsApp torida, WhatsApp sahiflarida hozir WhatsApp to'plari jixlab ketdi. Bu to'plarga so'qinib kirib, bular qanday qilyapti desangiz, bular shu yerdagi o'zining masalan ulkan birisini pash qildi. U Aqsudan chiqibdi. Onunki nimani bir qarinishimiz bayqab qopdi. Bayqab qolgandan keyin undan paranglashiblam, ondan keyin uni bizga xabar qildi. Biz uning o'rnini belgiladik. Belgilab bo'lgandan keyin ana bilib olgandan keyin uni salaydan. Ondan keyin uni telefon ochdik. Telefon ochgandan keyin uning telefoni yolg'on telefon chiqdi. Yani itik telefon chiqdi. Ondan keyin uni surishtirib orqali o'zining asli salayda oshkorlangan bo'ldi. Demak nima deganda, mujinaq to'qinib kirib u yerdagi masalan Qashqardan bo'lgan bo'lsa, Qashqardan chiqqan qarindoshlarimiz mishada Qashqardagi yurtdagi qarindoshlarimizni uning salohiyatini bilib, uning oilalari bor ekanda, oila ko'rib balamizga nimadan bizga appasin. Turkiyaning nomeridan birini appasin, bizga nomerni avasin. Biz shu nomerda orqali pul to'lab ichilib turibsan, menga ya WhatsApp tushirib olgan ekan, anandan keyin shu WhatsApp nomeri orqali texmi yaqin shaklda bizga so'qinib kirib ma'ni bo'lib qo'shib qo'yinglar deb to'g'ri keldi ya. Bizga ba'zilar ulanmalarni hozir biz nimaga avatyapmiz? Masalan, WhatsAppdan Facebook'larga avatyapmiz. Uni basalar o'zi avtomatik kirib ketadi endi. Bu dimisimi kirib ketadi. Unda bo'lgandan keyin bu shu dimisimi kirib ketadi degan ulanmadan kirib olibjo. Ayada o'ziga tushlik, o'ziga xizmat qilgan odamimiz deyotganda. Hamda u WhatsApp to'pidagi gaplarning hammasi u bir maxfiyatlik emas. Buni uch qashqari deymiz ham deyadiki. Munozaralar bo'ldi, gap so'z bo'ldi. U yerda bir maxfiyatlik yo'q. Ammo ayadagi ba'zi bir qarindoshlarimiz uchun o'ziga bo'ysundirishga, o'ziga xizmat qildirishga uchun ular yeng chiqilibcho, mandaq shaklda qo'llanadi. Endi mushuning uchun qarindoshlarimiz biroz ehtiyot qilsa, diqqat qilsa, hushyor bo'lsa, buning oldini olib bo'ladi. Chunki o'lim inson ya, uning qilayotgan ishi bir yuqori texniklik narsa emas. Shunga bo'lsa, mushuning ishlarni farqlantirsa demoqchiman. Farqlantirib hushyor bo'lsa, endi bu Xitoyning bizga elib berayotgan yana bir andisha suiqasdidan bizsa deb qarayman. Hamda Xitoyning Turkiyadagi josuslik faoliyatlarini jonlantirish orqali andisalash. Ekan sizlardan bir xabar chiqdi. Bir 11-17-kuni Sabir Bug'ra, ya'ni Bug'da ekan. Bug'dami ekan? Sabir Bug'dani bu Turkiyadagi Xitoy elchixonasining boshlig'iga ko'rishishi bu xabarlar chiqdi. Ama bundan burun bu 6 yil bo'lgan Uyg'ur uyushmasi, Uyg'ur tijoratchilar uyushmasi bu. Bununkidagi bu narsa 6 yildan buyon bununki bilan necha qitim unda ko'rishishlar. Nurg'un faoliyatlar ilib berildi, yangi yillik faoliyatlarni ko'rdik. Yoki oshkora yoshirin so'rovlarni bilimiz. Demak, buning bu xabar orqali bu nimadan tarqalishi nimadan beradi deganda mana biriga necha signal bermoqchi bizga bu orqali. Biz onun qanday adamlikligini iliq kuni bizning muloyizalarimiz uni taklif qilib bo'ldi, bunga kirmaymiz. Ammo bu yerdagi da'vatgan narsa Xitoy bu orqali bizga nima demoqchi deganini bilishimiz kerak. Xitoy buni ziyorat qildirishni oshkorlab etish orqali bizga nima demoqchi. Agar Xitoy davlati, Xitoy tajovuzchilari Turkiya bilan savdo qilmoqchi bo'lsa, Turkiyada undaq savdo, uning kuchli savdo korxonalar jiqamdi. Şuna değil mi? Tabii. Yani onda bir savdo korxonachilar var, hattoki nurg'un iqtisod mablag' Xitoydan mal ilib amaliyotda yani %90% yani Uyg'ur Xitoydan mal ilib tijorat qilgan Uyg'urlar balkim 10% bo'lmasa mumkin. Turkiyada masalan har yiliga 20 necha milliard dollarlik mal kirdi ekan Turkiyaga. Bunun ko'pinchisi %95% Türk tijoratchilar tarafidan keltirilgan. Bu jamiyatla hiçbir alakası yok. Elbette alakası yok. Ama bu yerdeki bunun uyuşmazlık azalığınınki bizden bilişimizde 200'den artık Uyg'ur tijoratchilar azalığınınga. Onun o yerga kirib ketishga hamda bu tijorat uyushmasi bunga yeşil chiroq yaqib berganlik. Ularga kirib yerda mablag'lar do'kaytish yoki boshqa bir ishlarda bunga yo'l qo'yaylik Xitoy bilan qildi. Endi nima ishqa buni 6 yildan yana nimadan keyin qurdi ham bu hozir buni bu kun tartibga kelib buni xabar orqali bizga bildirishning maqsadi nima deganda Xitoy bu orqali Uyg'urlardan Türkiye'nin bazı bir ikki xil nimaga yetmoqchi deb o'ylayman. Birisi Turkiya xalqiga qaramana biz Uyg'urlarga mustaq bir nimaga yetib bu yerda Sharqiy Turkiston davosini qilayotganlar faqat bir uchun kishilar deb bizning bir necha tashkilotlarimizni ko'rsatgan shaklda bizni bir uchun kishilar deb bir az bir qism dushman qilib ko'rsatmoqchi. Bu ko'rsatmoqchi. Yana birisiga Uyg'urlarga nisbatan
degende Uyg'urlarga nisbatan yana bir endişini sanmoqchi. Qarayman bizning mana bo'lmasa shunda ma'no bo'lsa, işte foydalisa, işte ziyon tatmaysa, Turkiya hukumati mesela yeşil chiroq yiqib beradi, g'alaba bo'lmaydi. Unda qarshi tursang, andan keyin bir ziyon tatsa, mal bilan bizning ishbirligimiz var. Yani ma adamlar arqılıqma seni biz her qanday şekilde çok her xil şekilde seni biz ixtira alayımız degan bir şekilde çok bizi onu ko'zir qilib ko'rsatmoqchi. Bo'lmasa uning o Sabir Buğda deganning siyosiy kengashga a'zo bo'lib Turkiya fuqarosi hisob uning. Turkiya fuqarosi. Uningga yetgan nima salohiyati uningga boshqa bir davlatning siyosiy kengash a'zosiga qatnashish nimasi bor? Andan keyin uningga hozir shu uni Vinjabonun kelgani ko'rishi va boshqa Xitoy rahbarlarining kelgani ko'rishining nima asosi bor? Demak, nima deganda bu Xitoy tarafidan bir desteklanayotgan. Tabii. Xitoy tarafidan bir biz uchun bir qalqon sifatida bizga qarshi ilib berayotgan bir uyushma ekanligini mana tushunishimiz kerak. Bunda tushungan vaqtimizda, anan keyin bu Xitoyning bu orqali bizga shu Sharq Turkistonni mustaqil qilaman, Sharq Turkistonda Xitoyning zulmi va deganligi bir qalqon sifatida qo'ygan. Unda zulm yo'q deb, haliqi bir men yangi kelayotganda qiladi bular. Haliqi bir o'quvchilarni 7-8 o'quvchini pul taqib qo'yib, mukofotlab qo'yib, andan keyin yana bir jihatdan nimaga rol o'ynaydi desangiz, bizning odamlarimizni tijoratchilarning Sharq Turkiston shu faoliyatlarga men necha odamdan rasmiy telefonda ko'rishdim, shu Xitoy konsullik o'rlashtirgan shu faoliyatlarga nurg'un Uyg'urlar pul taklif qilib turib, qiyinchilik va uyda shunda oilalarni shunda qilib, yig'inga olib borish uchun pachat kiyimlarni olib berib, shunda chaqirayotgan, ishni Sabir Buğda'ningki qilayotganligini oldim. Demak, nima degasangiz, bu yerdagi aniq narsa Sabir Buğda'ning vasitasi orqali Xitoy u maqsadga yetmoqchi. Chunki uni bir turk qilsa qilolmaydi uni. Bilammi? Uni cho'qim shu bizdan bo'lgan bir Uyg'ur qilish kerak. Uning uchun Sabir Buğda'dek bir uyushmachi Xitoy desteklab uni qurish kerak. Hem Sabir Buğda'nın yüzünden yançıqı paydası var. O yançıqın paydan qo'ydim, men xalqni satmadim deymiş anlasan. Ama o xalqni qanda iniq yüzünden ağızdan satmagan bilan o g'ururni qilayotgan ish harakatini hammasi ajihatdan bizga siyosiy jihatdan setyapti. Tushunammi? Çünkü bizning siyosiy harakatimiz to'sqinlik qilyapti. Shu bizning atrofimizdagi mayli tijoratchi bo'lsin, mayli o'quvchi bo'lsin, mayli normal inson bo'lsin, hammani ularni sumirib Xitoy tarafiga o'tkazmoqchi. Ya'ni bizdek uning Xitoyga uch oshkor qarshi turayotgan mayli tashkilot bo'lsin, mayli jamoat bo'lsin, mayli xalq orasidan bir qism mashinaga yan bizning Xitoylar Uyg'urlarni o'ziga aketmoqchi. Yani bizim yetim kıldırışını maksatlı. Yani bizim bir uçumu akıl düştüğün bu hareketin çoğu burada devam kıldı deyin. Şuna bu hareketin ama calanğanlığı Xitay'nın yani bir siyasi taktiksi ve bizi kılıvatka endişesinden bahsedip qarayım. Ana diyen yani birisi, beşincisi bana yakında bana gün tertip müşahede gün tertip kelavatdı. Türkiye'nin Şanghay hemkarlık. Teşkilatlığı a'zo bo'lganligi. Ya a'zoluğu iltimasını sunma ifade bildirildi. Bunu da Türk matbuatlarida kenar yer e'lon bunu tünün kimi aldığınız günkü neminan ama TRT'nin Uygurca nemi söhbət proqramında Erkin Ekrem nəhayət yaxşı izahlab beribdi bunu. Erkin Ekrem'nin izahlaşda hem de bununki de qandaq bulayotqanligi Türkiye'nin bunun için nima uchun bununla ifade bilinganini hatta ki bunun Rossiya bilan Xitoyning o'ta bir pozitsiya emas. Ama da bo'lsa yaxshi degandek buni og'zining uchida bir ifade bildirganlik shaklini gelgan. Ama bizning xalqimiz bu Şanghay hamkorligini gap chiqsa, oy Allah kirib ketgandeklar yesib onda ish emas. Bunun bir jarayon ketadi. Nurg'un bunun da Xitoy mi o'ylaydi, Türkiye mi o'ylaydi, o'zining qanday shaklda kirishini. Türkiye mi o küzünü jumupla bir tam usuldan Türkiye emas bu. Xitoy ishlatayotgan kalla ne? Türkiye mi ishlataydi? Shunami ya? Bunun için Türkiye mi bir üzgüçlükçü, bir nayet bir güçlük, nayet bir iqtisadi jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, bir nayet mustahkam davlat deb qarayman. Unda bo'lgan ekan, o bizning xalqimiz biz o'ylagandek unda beriblam mayli Qozog'iston, Qirg'izistonga o'ydek o'ysak bo'lmaydi. Bu Qozog'iston, Qirg'iziston bo'lsin, mayli Türk bo'lsin, hattoki musulmonlarning shu seksi rolini o'ynayotgan bir davlat bu. Unda bo'lgan ekan, bu davlatlarning mayli strategiyasi jihatdan bo'lsin, mayli nima jihatdan bo'lsin, nayetda
yaxshi şekilde bu siyasi uyunu deb o'ylayman ben. Mayli Shanxay hamkorlik olsun, mayli hozir Yevropa bilan NATO'ninkidek o'tirib sürkülüşler olsun. Bu jihatdagi bir qilayotgan bir nimasi endi bu siyosiy jihatdagi bir taktiklar endi bu bir davlatniki. Amaliyotda kirib qolib qolsa Turkiya uchun hech qanday bir foydasi yo'q bo'ladi. Belki energiya jihatda o'zini kuchlantirishga asos bo'ladi. Turkiya ham o'zining belki energiya jihatda mayli neftga erishgan nimasi bor, import qilishga ehtiyoji bor. Onu import qilish qolaylik bo'ladi. Shunami ya? Endi bu yerdagi o'zimni teritedim deb qo'yibdi-ku, bu davlatlarning energiya bir nimasi bor ekan, guruhi bormi? Nimasi bor ekan, shu guruhiniki asosiy energiyaniki qancha prosentni tashkil etib qo'yganligi, soliq ma'lumotini esimda qilmabdi. Endi nima deyapti? Bu yerda energiya birligi bo'layotganligi. Rossiyadan-chu hammasining neftga ehtiyoji bor. Mayli Xitoyning olsun, mayli Turkiyaning olsun. Anandan keyin-chu Turkiyaning ko'mir eksporti bor. Anandan keyin Xitoyning energiya ehtiyoji bor. Masalan, ba'zi bir Turkiyaning ba'zi bir yerlari mayli taşı olsun, mayli Yar Osiyo üstü baylıqlar olsun, Xitoy bunga ko'zitib oladi endi. Mishaldan bir unumlik mishaldan mablag' sarflab foyda bo'ladi degan shaklda ba'zi bir narsani planlayapti. Demak, Xitoyning Turkiyaga nisbatan bir ehtiyoji bor, ammo bu Shanxay hamkorlik nimasida Türkiye'nin Xitoy boshib qurgan tashkilotda bormi? Shanxay hamkorlik boshdan. Hamda hozirgi bizning andishimiz hamda ko'z ko'rib mayli Shanxay hamkorlik kirgan Qirg'iziston, Tojikiston, shu O'zbekiston, O'rta Osiyo davlatlarining hammasi Uyg'urga nisbatan ziyon şekilde bir adet aslında muamele qilib keldi. Xitoy nima desa ma'qul deb Xitoyning talabini qilib qaytdi odamlarni. Ama Açlık okşaş Türkiye'nin yumuşak baş gerek kılıyor. Ama Türkiye bence onda emez. Abiyamsız diyendek. Kirisimi Uygurlar zinomaydı deysiz. Elbette. Elbette üzgüçlük bir siyaset tutumu. Polisiyasını bildireleydi demek için. Şu an erken kremlon diyen gibi varken bir adamda çoğun işki baş var. Mesela Şanghay Hamkorlik'ta Xitay ve Rusya. Asaslıkmış ikisi liderliği gidilip beri vardı. Hem Türkiye göre üçüncü çoğun baş olur diyen gibi. Düşünüyor musun ya? Hem Türkiye'nin yüzüne karşı bir fikri var, yüzüne karşı bir talebi oldu, onun karşı çok. Hatta. Onda bu kadar Xitay'ın endişesi de hem de Türkiye'nin bir ekip kıyapıka üzerinden fotoğrafı palçı yapılmayı dedim de Xitay'ın mütehassısları bunu ne ait nurgun inçik oylap bir de bir yerdeki mesele buna kadar kirgen ne kadar gap yok. Onun için halkımızın bu Şanghay Hamkorlik'nin gibi çıksa o da kokap gidip bunun da bir endişe çıkıp gittiğinde iş yok demek için. Ama bu neslerdeki siyasi neslerge bek bir akıp gitme. Evvel biz yüzümüz nime kılmamız, nime kılışımız gerek. Biz Türkiye'de... Bununla yani müşkil yapmamız yani bir misal getirmiş. Mesela Türkiye Şimali Atlantik Teşkilatı'nınki, NATO'nunki en güçlük azalardan biri demdi. Mesela Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'na kirse bütünlüğü Xitay'a setilip gittiğindek qaraydıqanlar mı? Yani bir cihetten bunu oylusumun NATO'ga aza bir devlet üstülen NATO nime dese Türkiye hadep bakmadan. Elbette. Çünkü olar küçük devletler var. Nurgun harbiy hareketler olsun, u hareket olsun, Türkiye özünün pozisiyasını bildirip, ulağı nurgun cihette karşı turduğun meydanı karıştırıp geldi. U yer kirsin mesela, u teşkilatınki Xitay'nınki bexatarlik üçün kurulğanlığı aynı hamle. En asaslı Xitay başta planlığa vaxtıda şu aşağı Türkistan bir iş çıkıp qalsın, terörlük karıştırmız, ortak karıştırmız, o bu diyendek bu planlar bilen kılınıvatkan imam. Yani şu yerdimi Türkiye boğan takdirde mi nurgulluğun neslerinin icra kılınışık Türkiye'ye karşı çıkışı mümkün ama yani. Elbette. Siz diyendek bunun da Türkiye'nin muhteşemleri şunu oylarlık. Türkiye'nin kırsa belki Uygurlar'a nispeten, Şarkı Türkistan'a nispeten belki paydasının, zihinden paydası köp buludu demek şimdi. Onda oğan diken sizden bu diginin zaman ait uğurlukta böyleyim. Hem de bunun nispeten hem de qanday hareket qılınış gereken, nimelerge dikkat etmiş gereken. Bu şunda endişler bulavatıdı. Uygurlar biz kopapla mazır oy. Bazı hatta bexatar rayonu etrafta hammamiz urushib ketgandek ekan Turkiya. Mesela hatta bir yerden qanday ketishni o'ylagan Uyg'urlarning bor. Albatta, bu masala ikilimiz hozir. Endi bu yerda Uyg'urlarga nisbatan abiyamqidek ehtimolli endishlar shaklda bo'layotgan ekan. Siz degandek mayli urush bo'lsin, mayli Turkiyaning Xitoy bilan munosabat yaqinlashib ketsin, mayli ba'zi bir siyosiy bir ishlar bizning iqomatimiz tashlashimiz yana osonlashib mesela ayna insoniy iqomatninki osonlashib nurg'un ishlar bo'layotdi. Aytgan bolalarning maktab ilmasi asos bolalar maktabga qabul qilinyapti. Demak bunday yaxshi sharoitda biz nima qilishimiz kerak? Biz bu yerdan shu tug'unimiz vaqtimizda qanday foydalanishimiz kerak?
nimalarga diqqat qilishimiz kerak deganni o'ylashimiz kerak-ku. Bu yerda yashagan ekanmiz, birinchidan Turkiyaning qonuniy tuzimiga rioya qilishimiz kerak. Mayli har qancha jihatga cho'ng kichik qonunlar bo'lsin, bu tuzumga aniq rioya qilishimiz kerak. Bizning yurish turishimiz, mengishimiz, gap so'zimiz shu biraz o'zimizning shu musulmonlik salohiyatimizga shu mos kelish kerak. O'zimizning og'zimizda shaklimiz musulmoncha, ammo harakatimiz, so'zimiz musulmoncha bo'lmasa qolsa vaqtda to'g'ri bo'lmay qoladi deb o'ylayman. Turkiyada yashagan ekanmiz, avval chuqur mishaning Turkiyaning turk tilini yaxshi o'rganishimiz kerak. Bir Uyg'urcha muhit nayt yaxshi bir yerda, lekin biron bo'lsin, safaku, ne bo'lsak, biz bir tildan qiynalib ketmaymiz, o'zimizning har xil sotsiyatik qulaylik ketdi, kallar yechilib ketdi, oshqallar yechilib ketdi degandek hech qanday bir qiyinchiligimiz yo'q. Ammo bu shaklda bo'lsa ham o'zimizning kundalik turmush hayotimiz va yoki boshqa banklarga kirimiz, telefon va yoki boshqa bir ishlarimizda yana turk tiliga ehtiyojimiz bor. Buning uchun biz turk tilini yaxshi bir fursatda ching tutib, bunga bir mablag' silib, bu turk tilini yaxshi o'rganib olsak, andan keyin bizning shu bolalarning bola yutib ketishining ahvoli yomoncha qolib ketdi. Bu oxirgi kunlarda buni yana bir diqqat qiladigan narsa, balalarımız bizning vatandagidek Türkiye, İstanbul'un içi biraz zich qatnash pek bir qisqistan anikenin qatnash pek bir rayqib ketgan ya emas, qatnash tuzumi matası bir mükemmel emas ya. Unda bo'lgan mahallalarimizning ta balla chiqib bir o'ynagidek bir kenara bir jugurab-jugidek yerimiz yo'q. Onun için ata Allah'ın naytmış ballani üzün yalğız qo'yib mayli maktabga berib kelsin, mayli talada bir o'ynasin bir mezgil do'stlar bilan, shunga bir ko'z quloq qilib Ona bir nima qiladi, bolalarning nima ish qiladi, nima o'ynaydi, nima qopadi deganga bunda bir diqqat qilsa. Men bir masalani ilib bersam, masalan bizning Shivsiyada naydi bir kari yerdi u. Bolalarning o'ynaydigan yeri ayrim, naydi bir har xil shakldagi, mahalldagi bolalarning ehtiyojli mulozimatlari naydi yaxshi o'rnashtirilgan. Shundaqdimi, masalan mahallamiz bilan nimaning oralig'i bir 200 metr ya 500 metr keladi. Bog'chaning yeri. Her bir mahallenin yüzünün bahçesi var. Onda bo'lgan ekan, uyga chuqum, mesela 2 yaş, 3 yaş, 5, 6 yaşlık, 7 yaşlı balalarni chuqum ota-onalar birga olib chiqadi. Ya anasi ya dadasi shivitlinan uchun birga hamroh bo'ladi. Balalar o'zining xohlagancha o'yin o'ylaydi, uni to'sqinlik qilmaydi, ammo o'zlar ya o'zining telefonda bo'lsin, yoki kitobi bo'lsin, ota-onalar yoki birga chiqqan ota-onalar o'zaro gaplashib, o'zining suhbatlarini qilib turadi, ammo baliq uchun nazoratda bo'ladi. Chuqum baliqqa ash vaqtini ajratadi demoqchiman. Endi bizning bu yerda İstanbul sharoiti tavayli vatanda bo'lsa, unda biz sharoitimiz yo'q, balalarimiz biroz jiq. Andan keyin bu İstanbul'dan qatnash qisqanchiligi va balalarimizni mustaqil tarbiyalaymiz, o'shunda o'zi chiqib ekraylaydi degan bilanmi, balaning bexatarlik masalasi bizning vatanniki o'xshamaydi. Vatanniki o'xshash kangri yeza, kangri mahalla, kangri yo'l bu yerda emas. Qatnash nayt qisqanchilik, nayt bir yo'ldan o'tgandimi diqqat qilamiz bo'lmaydigan cho'ng'imiz yo'q. Shunday bir ahvol ostida balalarimizni qalaymiqan bir yo'lliga mustaqil non kirsin yoki so'rliqni qilib kelsin deydigan yoki o'ynabchi deydigan bunda ishlarda shunday bir diqqat qilsa. Buna diqqat qilsa, hali qanday bola yutib ketish ahvollari chiqmaydi. Bunga diqqatimiz bo'lsa, balalarimiz uchun o'zimizning nimasida nazorat ostida bir sog'lom cho'ng'iladi. Andan keyin balalarimizni shu o'qish maktablariga to'liq bersak, fanniy maktablarga berilmaydigan ishlarni aytib ig'irkan, bizda fandan dinni zishlik bo'lmagan ekan, ham fanda, ham dinda o'qitishga bo'ladi farzandlarimizni. Biz o'qiganmidik har xil sababdan. Xitoynikini aqtidoq ko'ktidik. To'g'ri, har xil shakldagi zulmlarni u yerda xitoylashtirish, jush bolalarga hareket ilib berildi, uni aniq bilamiz. Ammo Turkiyaga chiqqandan keyin Turkiyada ham diniy jihatdan o'qitishimiz muhim, ham fanniy jihatdagi maktablarda o'qitishimiz naqadar muhim deb o'ylayman. Chunki bu ikkisi tang ilib berilsa, hech qachon bir-birini yeklamaydi va hech qachon bir-biriga zid kelmaydi. Buning uchun bolalarimizni ham dindagi kurslarimizga beraylik, kurslarimizni aytib kengra, mayli ma'rifdan olsun, mayli shaxsiy ochgan qarindoshlarimiz olsun, yaxshi shaklda ilib beradi. Ammo mushlarni yaxshi shaklda bolalarni fanniy jihatdan, hattoki diniy kurslarda o'qiyotgan bolalarning Uyg'urcha savodining bo'lmaganligini bu nayt afsuslanadi. Biz 21-asrdami biz muhojiratdan boshqa yerga hijrat qilib savodsiz qolsak, buningdan o'ta bizga buningdan o'ta azob yo'q. Chunki biz vaqtimiz o'tdi, o'qiydigan boshlang'ich o'tdi degan o'tdi. Endi bolalarimizning zamoni keldi. Bolalarimiz shu boshlang'ich haqiqatan ichini ishqmoqlamash uchun bahramon bo'lish kerak. Bahramon bo'lsa, bolalarimiz savodsiz qolsa, biz Xitoydan mengu qutulolmaymiz.
Tabii tabii. Ya şu noktada hakikaten şu televizorda mı ilgirme bir qancha şu ana til mavzusida suhbatlar qilingan bo'ldi, buning naqadar muhimligi. Mishadni yana bir ekranda bir asiltish bo'lsin. Hargiz bu gapni desak ba'zilar o'ylashi mumkinki bu hozir masalan Istanbulda nurg'unlagan mush yasli u bu narsalar echildi. Ders programmasiga qarasangiz yani asosiy jihatdan shu Qur'oni Karim, Qur'on yodlatish deyek. Yani bu balığa sen Uygur balığa sen hiç bulmasın çetelde sen ana tilini aldı bilen çıkargın. Bunda da biz dine karşı bir gap koymasın yani dinde zaten aldı bilen Arapça ilipbesini çıkarsın dediğin bir mecburiyet yok. Ana tilini aldı bilen çıkarıp ana tilde bir sözleydiğin, yazan, ravuz, okulaydiğin boğan diken Uygur tilini andiken Arapçını, Kur'an'ını onu bu nesini okutkun. Bütün mekteplerimiz ne için bu bir iğil keselçi bu. Bu qandaq psixikinin neticesinde meydana geldi. Mishadi nurg'un kurs açkan o bu narsaga Uyg'ur tili bor degan darsliklarga qarasangiz haftada 1-2 soat dars bor. Bir millat yana o'zining ona tilini haftada 1-2 soat dars bilan qaysi darajada o'rganmoqchi bu bolalar. Elbette biz şunu düşünüşümüz gerekiyor. Ana til şu dinimizni yaxshi tushunadigan eng yaxshi qo'raldimda. Agar u dinimizni yodlab, uni yodlab olgan bilan qari qilib etgan bilan u amaliyotda hiçbir foydasi yo'q ki. Hayotda tatbiqlanmasa uning qarilig'ining nima foydasi bizga? Shundami? Uning uchun ana tilimizda tafakkur qilish. Yana bir misol olib beray. Hamda men chunki men Shvetsiyadagi fuqaro bo'lib shu yerda bolalarimizning hayoti shunda o'tkazgan, shuni misol qilish to'g'ri keladi. Shvetsiyada avval maktablarda haftada bir qitim sani 5 baldan aşkan mekteplerde haftada bir qitim ana til o'qituvchisini taklif qilish hukumat maoshini berib turib o'qituvchini taklif qilib berdi bizga. Nimishqa deganda bolalar o'zining ana tilida tarbiyalansin. Avval bizgimi deydig'ini ota-onalar sizlar uyda bolalaringlar o'zinglarning tilida yaxshi tushundiringlar dedi. O'zinglarning tilida yaxshi tarbiyalaninglar dedi. Hattoki shunaqa mablag' zeb berdi bizga. Nimishqa unday qiladi? Chunki bizning cho'g'an bolalarimizning keyingi shivit jamiyatiga yaşlı yaramlık insan buluş için. Nimiş bunlar deyimiz degende? Çünkü bala yüzünün ana tilde terbiyelenip çıksa hem şivit tilini şu yanın yerlik tilini hem başka tilini doğru tefekkür kılalaydı. Eğer onda bulmagan bala şu tefekkürde kemçilik olurdu. Bu alımını ispatlap çıkan neyse. Minen de var demez. Onda bulgan iken biz bu balalarımızın ana tili da aile marifetini çok düşünmemiz gerekiyor. Yani bunu başka bir program işleyişimiz mümkün. Çünkü bu pek aile marifetinin kandak buluşu, balalarımızın muhaciret hayatımızda, yüzümüzden tılıda kandak tefekkür kılır. Adetki yüzümüzden sözü okşamaydı. Mesela otta kop yedin, içtin, suydan degen o gap o normal turmuş sözü ama bizden balalarımızın edebi tilde yüzümüzden tefekkürü çoğu. Tefekkürü de oylap yüzünün ifadesine, yüzünün kıvalı gibi ifadeleştiği geçişimiz gerek. Onda bulmaydıkken balına yipimini düşendi o, Uygurca bildi o. Uygurca bulmaydı. Uygurca degen naydı mükemmel bir til bu. Onun için bunun da naydı ata-analarının sus karmasını bir yerde bu gap doğru gap kalmasına teklif edip gittim. Hem de programımızdan başka noktaları asaslık bu cihetteki Uygurlarının bir yerdeki bu endişeye nispeten qanday dikkat qilamiz degan masalaga nisbatan bolalarimizni tarbiyalashimizga, ananda ikkinchi bu yana qonunlarga rioya qilib yashashimizga, turk tilini o'rganishimizga, ananda ikkinchi deganda mishadagi hayotimizda tozligimizga bir diqqat qilib qo'ysak. Hamdayliqi manda desam, ba'zi qarindoshlarimizning ko'ngli kelib ketmisan. Chunki manda bizda bir gap bor, kislarni yushusan o'liming oshkora deydi-ku. Bizdeki illetlerini biz yüzümüzdeki illetlerini yüzümüz körüp yetmesek, yüzümüz düzeltmesek çoğu o vaxtda başka bir skil düz tüpemeydi. Mesela ben Uluq Camiye'ye Zeytinburnu diken, Uluq Camiye'ye namazı kırdım, cüpla paypak buraydı değil mi? Hem başka meçhillerge kirimiz biz, Türkler köp meçhillerge kirimiz, o yerde undaq bir havanın nimesiga duch kelmaymiz. Nimishqa deganda bizdeki bu. Çünkü bu nima deseniz, çünkü men vatandagi vaqtimda 2007-2006 yilda masjidda xizmat qildim-ku men. Masjidda mudir bo'lib xizmat qildim. U jarayonda biz xalqimizning shu putini, paypiqini almashtirib bo'lolmay, oxir ayliqib bir ko'ylaq lat paypaq ayliq tikkizdik raqtin. Raqtin tikkizib shuni kiyib oldik-ku. Bir vaqtlarda Urumchida mana sulyo Sulyonasini kiyib kirdigandan majburlagan. Majburlagan. Aşını bizde şunday qilib, aşını kiysin, aşını g'irabatlandirdik. Anandan ikkinchi uni aptida bir qitim yug'izdik. Pakiz olsun, şu olsun deb. Nima deganda adam secdega borganda jup bilan boshqa bir fraydendi. Nima deganda bu yerdagi biz
o ayığımızın Xitayning eski plastik narsaları yasaganligi şu pratı demdoq yoki paypiqamizda ras jumamdoq, ras almashturmamdoq. Ham Türkiye degan nayt bir musulmon degan hamda bu nayt pokizlik iymonning yerimi tozlik deymiz. Ham bu tozlik degandiki bunaqa bir diqqat qilsak. Bu tozlik degan qandaqdir namozning vaqti o'qilganimizda misol men ibodatning yerim bo'lgan bu tozligimizga uni çok ahamiyat berishimiz kerak. Bu şekilgilam emas. Biz çok ona emniyet çok jariy qildirishga diqqat qilmasak bo'lmaydi. Shuning uchun bu jihatdagi narsalarga qilib qo'ydik hamda qarindoshlarimiz buni to'g'ri hazm qilib bu shaklda. Chunki biz bu yerda shu shaklda shu harakatlarimiz orqali shu bu yerda atrofimizga qarindoshlarimiz uchun noroziligini keltirib qo'yapmiz. Buni nima uchun deysiz desangiz. Chunki u yerga kirgandan keyin boshqalarda deb qolgan ekan şu yerdeki yerli xalqlar üçün, mayli u Türk olsun ya başqa yerdan kelgan musulmonlar olsun, ularning bir chikildab qilishi uchun biz uchun toz yaxshi emas deb qarayman. Chunki hozir bu bizni aytib jiq keldik, mayli Turkiyada mushtabda muhojirlarga to'ynuqliq. 3 milyondan ortiq Suriyalik qarindoshlarimiz var. Bizden o 7-8-10 ming Uygurlarımız var ve başka kilovatkan başka yerden kelgan musulmonlar var. Mesela üzünden yerleştirip kilovatkan başka bir Türk musulmonlar var bir yerde çok. Bunda bo'lgan ekan, sadece bir yerde biz pulu bilen bir mescid namaz okuyumuz, aralashib yaşayımız, mesela hoşna bo'lmaymiz shunday nima, oyatki tozligimizga, ba'zi bir axlatlarimizning zallarımızga tashlab qo'ymaslik. Ama bir necha yerda menga inkas keldi-ku. Men birinchi hattoki ijara berganlarning balli kichik bolalarning koridorlarga taraq qilib qo'yishi, uni vaqtida tozlamay qo'shnilarning norozilik qilishi deganga o'xshash. Bu hamma millatda bo'ladi. Ama biz nima uchun deymiz? Biz o'zimizning millatdagi ahvollarni deb tuzatsak, buna diqqat qildirmasakchu bo'lmaydi. Chunki biz qilayotgan da'vo musulmonlik da'vosi. Biz qilayotgan da'vo Uyg'urning da'vosi. Unda bo'lgan ekan biz Uyg'urlarimizga mushu da'voga ziyonkashlik qiladigan, mushu da'voni xunuklaştiradigan ish harakatlarimizni bo'lmasligimiz kerak. Biz o'zimizning tafakkurdagi vatanimizdagi ideyamiz bilan vatanimizga ko'z qarash hayajon bilan yashamasligimiz kerak. Chunki biz bu davlat yashaydiganmiz, mushu davlatga mos shaklda tefekkürümüz bilen müşdületten çoğu nimisi singen alette yazsak mesela belli bir ziddiyetlerden müstesna kalımızda böyleyim. Şunun için bu neslige dikkat kılıp koysa hoş bu neslin hem de bu nesli küçük nesli zorlayıp mazlum buldu diyende bizim mevcutluğumuz yazır idi. Bunun da düşmanlık paylanıp gitti. Doğru. Onun için paylanıp gitmesi için bu neslin qarindoshlarimizni eskertip koydum. Anan dinkin Xitayning yana bir eng cho'ng maqsadi nima deganda Turkiyadan bizni qo'g'lab chiqarish planining boshlanishi. Qanday buni qanday deysiz deganda bu abim endishlarni soldi. Voy Abduqodir akam tutib oldi dedi. Voy aql ko'p qo'l. Voy Xitoy hamkorlik, Shanxay hamkorligi kirdi ekan dedi. U bo'ldi ekan. Ana keyin ba'zi bir qarindoshlarimiz, chunki nurg'un qarindoshlarimizning qo'lida insoniy iqomatdan boshqa narsa yo'q. To'g'ri pasportsiz kelgan. Ularning vayimiz bo'ldi. Endisi bo'ldi. To'xtab turadi. Men bu yerda qanchalik vatandaşlık olsam bazı bir imtiyazdan meyli davalanish olsun, meyli öyilish olsun, meyli işlerden biraz behrinlik ema. Ama ben bu insani iqamet bilen menen tapqan pulum uy kira bilen nima qo'shqimga aran yetib olsa, men balllarım cho'ng olsa, balllarım qanday bo'ladi? Shunami ya? İnsan degan tabiiy keladigan narsa bu. Anandan keyin bu yer elitim bu Türkiye'nin Xitoy bilan munosabati yaqin bo'lib ketsa, atugin menima apar bir yerga topshirib beradigan shu olib kelsa yoki tutib qolsa men qanday qilaman? Xo'sh. Endi bu yerga kelib bu Turkiyada panohladim deb endi yana tutib kelsam qanday bo'lar? deydigan bir endişe tabiiy keladi. Tabiiy kelgandan keyin qanday bo'ladi deganda bu qarindoshlarimiz to'xtab turadi. Bu muqimsiz bir yerga qilyapti deb asta-asta boshqa davlatga ketadigan. Bu vehimini kuchaytirish uchun bularnikilar uchun boshqa bir qochoq yo'lda ichiladigan. Tabiiylamchu. Qochoq yo'li Yevropaga imondan qochoq 30 ming va 5 ming va 10 ming dollar va bu deydigan. Ana degancha boshqa bir yerlarga ketadigan bir yo'lda ichilish boshlaydi endi. Nima ish bunday bo'ladi deganda bizning Xitoy tajovuzlari Turkiyada muqimlashib bir yerda bir baza shakllantirib qilishimiz uchun hargiz xohlamaydi. Turkiyada tashkilotlarning kuchayishi, Turkiyada bizning meselemizin siyasi kun tertip kilişli nim bilen buludu degende cemaat bilen buludu. Hoş. Halkımız bilen buludu. Şuna mı ya? Tabii. Halkımızın birlikte ittifaklaşıp bilen, birlikte hareket kılış bilen çoğu, birlikte şu teşkilatlarına etraf uyuş bilen buludu. Bunda bu kadar ki Xitay bunda uyuş ne? Bunda bizlik birlikte çoğu xalamaydı. Doğru. Onun için bizim çoğu bir yerden çoğu tarqıt etişini oylaydı. Ayaktan kelgen ayakka Irak Şam'ga nime Hoş.
Irak'a yolga saldı. Ana da yani birisine devletle atrep yolga saldık. Üzülmez vasıtasıyla. Bir yer edem kamıda. Hem keyin u yerden uruş to'xtagan keyin yenib kirish ehtimolligim bor. Tushunami ya? Yenib kirish ehtimolligini bir yerda chiqim cho'ng bir bazani bulab qo'yishni Xitoy xohlamaydi. Xohlamagandan keyin qanday qildi deganda bizga hozirdan boshlab manda andishlik paydo qildi bizga. Ha oldu, ma oldu, bu oldu, qanday qilamiz, turamam deb qanday qilamiz, oq qo'li, ko'k qo'li deydigan bizga munozaralarni kun tartibga ekilimiz endi. Xo'sh. Kelgandan keyin bir turkimiz pul olamiz, qanday qilamiz deganda osh tarafga yo'l olib, men xitoybchiligimiz. Menchi tavsiya mendan necha so'rg'anlar bo'ldi, men qarindoshlarimga dedimki, unda qilmanglar. Çünkü Avrupa hayatını biz tattık, biz bilimiz, biz köydük. Avrupa'daki kardeşlerimizin hepimiz pulvarları asasiyetin Türkiye'de üyet buldu. Neymiş ka degende Türkiye'de ayada mezun bir neymiş hayatı, ballarına okşay bu tertibinde boğan ki asta Türkiye'ye gelip yakamız çok Türkiye'de turuş vakti çok uzak oldu. Müşahede çok hizmet kılışını halaydı, müşahede çok cemaat olarak bu işini halaydı. Anladınız çok, işte mi ya? Hem de bir yerde onda boğan ki cemaat iş buluş Xitayga bir tehdit buluş şekillendirişten başka bizning özümüzün kimligimizni saqlab qolishga foydasi bo'ldi. Qanday foydasi bo'ldi desangiz, bizning özümüzün tilini rivojlantiradigan, özümüzün medeniyetini rivojlantiradigan, özümüzün örf odatlarini saqlab qolgan bir jamoat shakllantirdi. Bu jamoat shakllangandan keyin bizning keyingi avlodlarimizni bu şekilde tarbiyalab bir mezgil özümüz kuchlanib takip edilmizga muvofiq bir şekilde qaytib ketishga bu yerda biz bir turkum insonlarimizni saqlab qolaymiz degan gap. Asimilatsiya bo'lishini oldin oldi. Ammo Yevropada yashayotgan, Kanada, Amerikada yashayotgan qarindoshlarimiz yo'q. Bu yerda gerçi kichik tipdagi jamoat shakli bo'lgan bo'lsa-mu, ammo xavfi cho'ng tipdagi jamoat bo'lib yashashdan yashashninkidan kuchlik bo'ladi u yerga xavfi. Nimish qarang, asimilatsiya bo'lib ketdi, yoki o'zi bo'lmasa, bolalar bo'lib ketadi degan gap. Uning uchun biz bu yerda keyingi avlodlarimizdan saqlab qolish uchun bizning kuchlik bir jamoat, bir yer to'plashimiz, masalan, Zaytunburda Uyg'urlarning markaziga joylashishi, Safako'ga joylashishi, Qaysariga joylashishi deganda Uyg'urlarning o'zining madaniyatini, o'zining nimasini saqlab qolishdan yaxshi nima deb o'ylayman. Andan keyin bizga yaxshi, bu da men Qaysariga 4 kunlik ziyorat bo'ldim. Ziyorat bo'lish jarayonida Qaysaridagi o'zimizning Uyg'urlar turayotgan rayonni ziyorat qildim. Malini 10 bino ekan, u yerda najoni qarindoshlarimiz yashab turib yetibdi. O'zimizning oldi bolalarning o'yladi, shunda bahuzur, unda xotirjam o'ynashi meni nayt suyundi dedi. Ya'ni biz o'zimizning bolalari o'zimizning shaklda bir o'zimizning holatini, o'zimizning örf odat ve medeniyetini saqlab qo'ygan. Hatta mescidimiz var ekan, u yerda navoiy xillarimiz var ekan, oshxonamiz var ekan degandek-ku. Hattoki o'zimizning ba'zi bir sodliqlarimizni tayyorlagan. Hattoki ba'zi qarindoshlarimiz ko'ktarlarni deribdi, nayt o'zimizning vatandagidek shaklda bir xil nimalarni his qildim. Andan keyin u yerdagi 50 yil bo'lgan kelgan Uyg'ur qarindoshlarimizningki o'zining nimasini saqlab qilib, yana saqlab qilish bilan birga bir vaqtning yoki dernekning yoki o'sha yerdagi Uyg'ur qarindoshlarning keyingi 50 yil jarayonida bir ma'lum bo'lib shakllangan bir nimasini ko'rdim. Hattoki bizning o'zimizning silingan Uyg'urlarning nimasini silingan masjidini ko'rdim. Ashar bino qilganligi uchun Uyg'urlarning nomida Turkiston jamisidan nom berilganligi, shuning bizga tava ekanligi qadar bizning bir ulimizdan qolganligini his qilib 50 yildan keyin kelganda biz shu yana shohid bo'ldik degan ko'rdik. Demak, nima deganda bizning bir qism qarindoshlarimizning muvaffaq kelgan qarindoshlarimiz Qaysariga yerleşishi, Qaysarida bir mezgil bolalarimizni tarbiyalash, o'zimizni tarbiyalash, har shakatlarda bir jamoat bo'lib uyushning ne kadar muhimligini his qildim. Hem shunda bo'lishning tarqaq yashashimizdan, u yerda ne qilib ketishimizdan oldini oldi ekan. U yerda bo'lgan masjidimiz bo'ldi ekan, maktabimiz bo'ldi ekan, maktab bo'lish oldida turib o'tibdi Qaysarida. Andan keyin bizning faoliyatlarimiz bo'ldi ekan, siyosiy kuchimiz, ijtimoiy kuchimiz, iqtisodiy kuchimiz bir yerda ekan. Hattoki shu yerda korxona qurgan, zavod qurgan qarindoshlarimiz shu yerda ishlar berib ishlaydi ekan. Demak, nima deganda o'zimizga taraqqiy qila oladi ekanmiz, bu bo'shliq bo'ldi ekan. Onun için bizning jamoat bo'lib yashashimizniki Xitoyning bizning boshqa yerga ketishimizdan to'g'ri bo'lmaganligini, qo'llayotganligining nayt ro'shan ifodalanayotganligini bizning bu yerda u yerga ketmay faqat Istanbulda yashashga imkoniyatimiz Qaysari bor ekan. Qaysarida bir muddat bu yerda panolangan, nima qilgan imtiyozlar bor ekan u yerda. Onun için yani keyingi planlarda Seyit Abinan deganda yani u yerda bir mahal qurib chiqish, yangi mahalning u planni yutibdi. Nima degan yaxshi dedi. Demak, shunday bir planlarimizga yaqinda ovoz qo'shib,
imkoniyati va sharoit va qarindoshlarimizni shu shayga berib urilishib shu o'zimizni shu jamoat shaklida saqlab qolishning muhimligini har qandaqdir Xitoyning nimasiga asosan u yer Yevropaga ketsak 5-10 yilgacha o'zimizning o'shini topolmaymiz. U yerda bir pasportni olib kelib qo'yguncha bir tutimiz Yevropada qoladi degan. To'g'ri. Uning uchun yerda kuchlanmaymiz. Biz bir yerda bo'lsak, ittifoqlashsak, jamoat bo'lib yassak, her jihatdan, hem siyasi jihatdan, iqtisodiy jihatdan cho, hem ma'rif jihatdan cho o'zimizni saqlab qolishga birlashib hamkorlik shaklida Xitoyga qarshi harakat olib berishga qulaylik deyman. Shuna Turkiyadagi bu boshqa yoqqa menishni boshqa tavsiya qilmayman demoqchi. Xo'sh. Endi Xitoyning ilm vakillari qarshi hushyor bo'lishimiz kerak. Uningga qarshi harakat qo'llanmasligimiz mumkin. Hozir biz ojiz balkim. Ammo biz Xitoyning qanday shaklda bizga ilm fikr qilyapti, qanday suiqasdlarni planlayapti, mayli shaxslarga bo'lsin, mayli jamoatga bo'lsin, mayli har xil shakldagi insonlarimiz bo'lsin, mayli iqtisodiy, mayli siyosiy, mayli ma'rif jihatdan bu qilayotgan ilm fikrlarini to'g'ri tushunishimiz, to'g'ri tahlil qilishimiz kerak. Shuning bilan birga qarshi turamisak, mudofaalanishimiz kerak. Mudofaani o'zimizni saqlashga, uning keyincha uning tadbirini olishga, biroz ilm o'rganishga namaya, izlenişke, bu bazı qarindoshlarimiz bir ish qilsa qildi, bir ish qilsa qildi. Bir ishni jamoat shaklida yoki bo'lmasa cho'q kollektiv shaklda qilishning cho'qim zaruriyati yo'q. Avval bir ishga o'zimizdan boshlandi. O'zimiz qilgan vaqtda o'zimizdan mening shaxsan nega imkoniyat bersa, masalan bir kunga bir maqola yozishga imkoniyat bersa, maqola yozaman. Ovoz orqali bilan ifodalashga vaqtim bersa, ovoz orqali ifodalayman. Shaxsan. To'g'ri. Mushu shaklda harakat qilish yoki bo'lmasa birisining narsasini, yaxshi narsasini taqib qo'yishga vaqtim bersa, shuni taqib qo'yman-chi. Yaxshi ishlangan asarlar olsun, ovozli narsalar olsun. Bu nimaga imkoniyat demakchi o'g'lim, qaysi ishga imkoniyatimiz yetsa, atrofimiz nimaga ta'sir qila olsa, mayli Xitoyning tajovuzlikni fosh qilaylik, mayli Xitoyning ba'zi ilmiy fikrlarini fosh qilaylik, mayli Xitoydan diqqat qilishga da'vat qilaylik, atrofimizdagi o'zimizning bolalar olsun yoki tarbiyalash olsun, har jihatiga shunga diqqat qila olsak, shunga kuch chiqara olsak, shundan boshlasak bo'ladi. Çoxum bir iş, çoxum bir plan bilen kelishi mumkin. Onun vaqt saati var, onun keraklik çoğu. Biz özümüz imkoniyatga şunga harakat qilishimiz, shunga izlanishimiz, shundan çoğu şunun çaresini qilishga intilishimiz deb o'ylayman. To'g'ri. Oxirida shu pasport da'vat berish masalasini biroz to'xtalsak. Xo'sh, Xitoyning hamda pasportninki Chunchongo chiqqandan keyin boshlandi u. Chunchongo chiqqandan keyin men bir Xitoyning u Xitoy advokatining, Aqsuning advokatining Chunchongoga yozgan xatini tafsirli tarjima qildim. Bunda shunday demoqchi, u shunday deganligini ko'rdik. Ya'ni Uyg'urlar, ya'ni qilolmagan ishni, ya'ni Uyg'ur bo'lginchilar deydi, terrorchilar deydi, qilolmagan ishni sen qilib berding bizga dedi. Sen xalqni yig'latmayman degandan, ammo hozir xalq yig'lab ko'zidan yosh chiqishga boshladi, sen faqat buni ko'rmading yoki anlamadan dedi. Demek nima deganda, bu yerdagi vaziyatcha Xitoy o'zining qo'li bilan biz o'zimiz orzu-g'omat biz qilolmaydigan ahvollarni Xitoy qilib berdi degan. Bunda Xitoyning ya'ni mayli Sharq Turkiston xalqi bo'lsin, mayli Xitoyning o'zgimicha bu noyatda mo'ljalliksiz zulmlarni ekeldi hozir. Misal Xitoyning nimlarimi, mayli xo'jayinlar olsun, mayli tijoratchilar olsun, mayli mayisklarning nimasi olsun, mayli mehmonxona ochqani olsun, hammasinin noroziligi Xitoyda zodi yetib chekka ishig'li. Şu an hozir Sharq Turkistonning iqtisodiy saviyasi noyat tushib ketib, hozir nimaga qadam qo'ydi desangiz, shu muhojirlarni Sharq Turkistonga mablag' solish xizmatlantiryapti. Nima ish xizmatlantiradi? Ikki xil narsa. Birisi pulga ehtiyoji bor. Yana birisi aning orqali o'zining manfaatini qo'llash uchun ani qo'rg'on qilmoqchi. Mablag' solish insonni. Shuna atrofidagi insonlar u yerdagi mayli iqtisodiyatga olsun, mayli siyosatga buzg'unchilik yoki bo'lmasa ba'zi bir harakatlarni qo'llanib qilishni oldini olish uchun. Endi pasport masalasiga kelsak, bu chiqqandan keyin bu asosli hozirgi jinob ishida qo'yib aytgandan, qo'yib aytgandan hammadan bespesli pasport, voy pasport degan andamanda deb xabarlar yozadi. Hech kim ko'rsatmagan nima qilmagan termadamga pasport ko'rsatib. Endi bir turkum Xitoyning o'zining degan insonlar chiqib bo'ldi. Chiqib bo'lgandan keyin bu insonlar Xitoyning o'ylig'inidek bu o'tir sharqdagi urush biroz keyinga chekinishga boshladi. Ya'ni maydan atalmış davlat islom deymiz, ularning biroz chambarakning ichida qisqarishi, u yerga boradiganlarning biroz yo'lni itilishi va yoki u yerga suiqasdning fosh bo'lishi deganga o'xshash shaklda bu bo'lgandan keyin u yerga pasportlik bilib ulab turadigan Uyg'ur yo'q-ya. Unda bo'lgandan keyin
Yani bu Uygurlar pasportluk çıksın nerede hep kaldı? Türkiye'de hep kaldı. İstanbul'da hep kaldı. Baranmagan diken. Bu yerge yani bir güçlü toplum kılışından Xitay aldığımız için pasportunu toxtattı. Çünkü uya ketemegen diken şu yerge kana kıldı bir yer toplangan diken çokum bu maksatda asaslık yaşlanan maksatı yani bazı cengar insanların maksatı nima Xitay karşı bir hareket edip beriş. Onda olgan diken kana kılış gerek bir yer toplanıp kalgan diken bu toplumca bir mezgil yergende yoki bir yol tepilgancha çokum Xitay karşı bir hareketla ilim kılışı. Tabiilan narsa. Xitoy u yerga o'xshab qo'yganda xotirjam bo'lganda. Masalan, Davlat Islomi bekanda 15 kunda tarbiya vassida Izroilning oldida tayyor bo'ldi ekan bu Uyg'urlar. Bizning qo'limizda o'lganda xalqning qo'lida o'lgan yaxshi. Aynan o'sha yerni qurolni qo'yib bizga yengimiz kelib qo'ysa yerim yo'lda o'ldi. Deblam uni qaror qilib qo'ygandi. Endi u yerdagi bir nimalar qilib bo'lganda ekan, to'xtatdi. Bu uningdagi ba'zi bir narsalar oshkorinib Turkiyada bu g'ulg'ula bo'lgan ekan to'xtatdi. Bu Uyg'urlar o'shan deb qopdi. Buni biz tatip hem de biz iqtisodlik kishilarni ya'ni puli va Uyg'urlarni alsak o'qiyotganlarni masalan tatib ketyapti zo'rlab ular oilasiga besimishildi ularning mang'ilgan yeri nima bo'lmagan ekan Xitoyga nisbatan bir ob'yom qilgandek necha 10 ming o'quvchi azaratsizini tutgan masalan bir kenishkini konsullik oldigan bir xat vakan qo'yib shuni biraxlam men jiq paranglashdim bolalardan misaldagi shu ko'nlardan sunğa vaqtida qandaq dörtlük qilib sundi ekan necha minglagan o'quvchini arxivini pasportlar hammasi azarga o'tgan bolalarni sunib ekanmiz. Qarasa bu dinda bundan necha minglagan inson yetishsa hammasi Xitoydan boshqa bola bo'ldi ekan. Xitoy darhol odam avatdani o video yig'in ochib birdamda ishni majburlab nurg'ullarni olib ketganlik ma'lumotlar var masalan qaytib ketganligi oilasini majburlagan uchun. Şunu pasportla. Şu anda vatandakilik dinni o'qishning kamchiligidan xalqimiz shu dinga ehtiyojli chiqdi bu yerda. Xalqimizda boshqa nima yo'q. Ama bu yerning hammasi jihad qilaman deyolmaydi. Hammasining o'zining dunyo qarshi o'xshash emas. Bunda bo'lgandiki bu yerdagi vatanning ichidagi dinni o'qitishning noiti kamchilik bo'lib ketganligidan dinga teshna bo'lgan xalqimiz shu Misrdek ham azon ham shu qulaylik bo'lgan bir sharoit o'qib dinni ilmga tasdiq qilay degan maqsad chiqqandi. Pasportni tiklagan. To'g'ri. O şekilde bir çıkıp hem özünü bir hatırlayacağım hem de aşağıdaki bilinen bir bisimini köymey. Hem bu şekilde aşağı tutulup gitmeye de biçare insanların çıkan değil ki yani Xitay karşı bu oylagandaki nima emas, uni kendi o'tir sharqning vaziyati keskinlashib Xitoyga qamlashmagan şekilde taraqqiy qildi bu. Taraqqiy qilishni to'xtatdi. Biz bu yerda bu bola orqali bilim qilolmaydi ekanmiz. Undan so'ng bola bir kuchlab qolmasin. Bu ya Turkiyaga to'planib, ya bu yerda. Chunki bizning vaqt soati kelganda Allohning izni bilan bir buyruq bilan jiptek qarşılık ideyimizden hareketimizden birdek olab düşün Xitoy biladi. Çünkü bizden kelib chiqishimizdan, bizden bedenimizdeki qandan qandayligini, bizden imanımızdan qanchaliligini, faqat bizden imanımızdan men xalqimizning Turkiston xalqini hozir bir kirlarga chapan bo'lib o'xshaydi. Bir kirilib ketdi. Bu 67 yillik Xitoyning zulmidan kirilib ketdi. Bu chapanni yaxshi juydigan odam bo'lsa, yaxshi sopun bo'lsa, yaxshi pak suv bu chapan öz eslahati keladi. Xitoy buni biladi. Buni bilgachki qanday qiladi deganda, hozir qaynavatanda ko'ryapsiz, xalqimizning oromini qo'ymay aynan tunyanki videoda shu o'ynamagan tansi qolmabdi. Bichara kichik bolam shu tans o'ynayotgan yerda turdi. Hem kichik bolani zehirlash, hem ani yig'ilib shuni ko'risa, o'ynasam o'ttirsin shahada. Şunun hatta zulümden, iskence'den qanchalik darajada ig'ir ekanligini ko'ryapmiz. Demak, bu pasport orqali bir qo'yib etgan bo'lsa, andaq mayli diniy jihatdan ilm tahsil qilib, dunyo qarshini tiklib olishni, Xitoydan dushmanning ekanligini aniq tanishni oldini olish, to'xtatish, yana birisiga o'tir sharqdagi o'ziga foydasi olaman kelayotgan ishlarni Turkiyaga jug'ulib qilish. Ob'yam degan nima? Turkiyada bizning bir baza bo'lib, biz jug'ulinib, biz jamoat bo'lib, shakllanib toplum holati yashashimizni Xitoy xohlamaydi. Chunki Xitoy bizni Pokistondami shunda to'plam bo'lib qoldi, shuna ba'zi bir buzg'unchilik bilan buzg'andi. Endi O'rta Osiyoda Qozog'iston, Qirg'izistondami shunda bizni o'zaro urush qilib, yerlik xalqni yomon ko'zlab, yerda buzg'andi. Endi Turkiyada degan, Turkiyada zodi bizning mayli Facebook ijtimoiy vositalar bo'lsin, mayli bir yerga jo'lishimiz bo'lsin, hattoki bir oila bir yerda tashkilot qilib yig'in ishimiz uchun Xitoy mayli bir yor. Tabii. Koymaydı. Onun için bizden Türkiye'deki bir uğrunda cüğülünüp kılışımızda bir yerde biz bazı bulup bir yerde bir şekilde bir kuş olup kılışımızda Xitoy herkes kalmaydı. Onun için bizdeki körlü atkan ziddiyet, o ne bu tıllaş, bu ne o tıllaş, o küçük işler.
Bu aksani gelgende ölüm ağlarımız, yaygımıza iktidarlık kişilerimiz şu oturup çıkıp birlik hep bilen çoğu. Hemimizin şu bir yere düzelaydı o. Xitay'a karşı birlik sepaleti karşı duralım. Xitay bizden muşu şekilde birlik okudu. Şunun için biz her daim kardeşlerimiz şunu tavsiye kılımız. Bizden birlik ittifaklığımız perzinin perzi. Çünkü bizden birlik ittifaklığımız anda mamanda diyen gapni koyup men nima ish qilyapman degan üzümüz sual qo'yishimiz kerak. Shunda qo'yganlar anandiki biz şu üzümüz cevap topalaymiz hem yolumuzun için Allah rızalıq için qadimimizni yaxshi qilamiz deb o'ylayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Hayat yaxshi. Vaqt münasebeti bilan hurmatli o'zurko'shlar mishada oxirlashtiraylik. Shuna qilib bu qatimliq ochiq suhbat programmamiz mishada oxirlashdi. Inshaalloh yana bir qatimliq suhbatda ko'rishishga sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.